telefon qilishimiz dedim. Faqat birlashamiz akalar dedim. Mabodo yo'l uzunlik bo'lsa dedim. Yetmaganiga onasini o'tamiz dedim. Ana shundan so'ng magazni bitiramiz dedim. Ikkinchi etajda kiyim-kechak magazni bilan Turetskiy dedim. Arzon dedim. Qo'llar ashi qimmat. Turetskiy aka ashi arzon deyapti bor. Hali firma magazinlari bor-da, Shivaki degan Lacoste firmalar bor aka. Qimmat kiyim-kechaklar. Aka bularda sezon bo'lar ekanda. Misol bu yil kuzga misol mana shunda komplet tipa kiyimini, toflisini yo chishkasini, yo taqichka, bastochkani ishlab chiqargan bu yil kuzga. Bu yil kuzda sotildi, qolgani qolib ketdi buni. Buni sezoni o'tdi. Keyingi yilga yana yangi modani chiqarish kerak aka. Aka u yarim narxidan arzon sopar ekanda, skidka. Sezon o'tganda chunki uni. Aka men o'sha bozorlargacha borganman Istanbulda. O'zbeklar bor, hali bozor setkalarda. Bozorda kiyim-kechak aka. Aka yana qimmat so'radim. Ashyo arzon aka. Men ishlagan magazinda, men ishlagan o'sha magazinda aka, imенно o'sha biz ishlagan rayon aka bitta rayonda bor, faqat ishlab chiqarish qilgan. Aholi yashamaydi. O'sha 10 kilometrdan kelgan, 20 kilometrdan kelgan odamlar kelib o'sha yerda ishlaydi, kechga ketadi uyga. Faqat ishlab chiqarish o'sha zona o'sha. Laboy sohada. Taxta deysizmi, plastmassa deysizmi, temir tessak deysizmi, faqat ishlab chiqarish zona. Shaharda ichiga qo'shib qo'ymagan ekanda. O'sha bitta rayonda faqat ishlab chiqarish. Mana o'sha yerda aka bozorlari bor, yaqin atroflarda. Mana bizda hali bo'lsangiz rasprodaja kiyim deb yeyib tashlaydi-ku. Eyda ham bor ekan. Aka o'sha yerdan ikkita shim olganman. Arzonda 25 TL degani bir pachka sigaret puli aka. Bir pachka sigaret olib abunamni ayin sigaretni, liqma sigaret bor, parlamentni. O'shanaqa sigaret puliga shim xohlasangiz shim olasiz, xohlasangiz kurtka olasiz. Xohlasangiz kapushonga, jemper, futbolka, ana shu narxi bo'lsa 25 dollar. U o'sha yerda trikotajlarni kiygan. Aka ikkita kapushon olganman, ikkita shim olganman. Hali o'zimga-da. Arzonda ayda jala turklar olmaydigan uni. Hali oddiydi, firmanikiga. Firmaniki ham qimmat emas. Aka hali bari kapushonga sportikadan 5 yilmigan aka. Ishlarga kiyvordim, shiplarni ham qo'yib yubormaydi. So'tilib ketmaydi. Jala bo'lmasa o'sha nimaniga olib kelganman o'sha trikotajini. Firmanikini kiysangiz, vashchida bor ekan, deyapman. O'shanaqa kiyimini bosib kelsangiz ham bezabul yaxshi pulga sotaverasiz. O'sha hali kargo qilasizmi? Samolyotlarda pochtaga jo'natasan ekan. O'shalarni hisob-kitobini bilasiz, nechta pulga aylanadi, killamaydi. Nechta pulga aylanadi, o'sha sizga arzon pul bo'lsa bo'ldi-da. Birinchi etajdan akam novoy plasi ustida. Ba'zini aka novoy xona, ustaxona, avtomega, zapchast turib quraman dedim. Reja tuzgan o'shaga nechta pul ketsa aka, ana shu pulni o'rtada bitta akaldan saytida o'ralamizga mana shu ishchi bo'ladi. Ichim-ichim bir sarfam bo'ladi. Ularimizni zo'r rejani tuzdim. Ular buzilib qoldi. Ha, biz uy yonida o'sha qarindoshimiz bor. Ular namozga binoga yurgan. Hozir mo'ygam qo'yindi aka. O'sha akam sabr etib turib, Rossiyadan kelgan paytda o'sha yerda ustaxonalar bor-da, ishchilari, shogirdlari. Ular sabr etib bolalarni o'zimda aylanib yurib o'zim men o'ris tashlamay yonma-yon ish bilan. O'ris tashlab hali nazorat qilamiz. Endi akamni telefonda reja tuzamiz. Endi nima qilamiz? Aka dedi. O'shanda 20 ming dollar pul bilan ketgan edi. 20 ming pul bor. Sizga 20 ming bo'lsa, unda 15 ming, 10 ming yosh pul bor bunda. Ikkala pul urishsa 35 ming bo'ladi. To'g'rimi sana? Buni raslagan 10 so'm bitta yeri. Raslagan bilan Makka 8 pulni sizlar yo'q qo'yiladi. O'sha yerda kirib gaplashishda yerim dedi. 10 yil, ya'ni 20 yilga dogovorda turib notariusni tasdiqlab